Mana muxlisi chipta olishda sal adashibdi. Operatorga qoyillik ushaganiga. O'yinning eng qiziqarli kadrlaridan biri. Kesib olib harqatadigan joyi. Tushunmayman, nimaga Barselonani hit qo'yasizlar? Yo, Barselona futbolchilari qanaqa trenirovka qilishini bilasizlarmi? Mana Pedrini shaxsan o'zini trenirovkasi ko'ryapsizlar. Mana bu bo'lsa, buni natijasi. Raqiblaringiz tursin va o'ynamasin deyapti. Voy, nimaga o'ynamas ekanman? Chunki g'irrom o'ynarmish. O'yin payti o'yinchilarni ishtondan tortarmish. Look at Vinicius here. He's held back there by Pedri. Amin Yamal esa yana qo'pol qilib aytganda yeb qo'ydi. Yana storiesga qo'yib, uchrashuvni boy berdi. Carreras uni cho'ntagida olib chiqib ketishga haqli. Endi bemalol aytayraman, chunki vaqti kelganda Yamalni himoya ham qilamiz gavhar bo'lganligi uchun, lekin bugungi o'yini bilan qilib qo'ygan ishi bilan alaloqibat o'ziga o'zi pand berdi va ikki frontda kurasha olmas ekansan, bundan keyin bunaqa ishlarni qo'y, ukajon deymiz. O'g'ilcha desa ham bo'ladi. Xullas, Real